Xush kelibsizlar, mana to'rimiz sizlarniki. To'y qilyapmiz, mehmon bo'lib ketinglar. Pulni men topyapman, bola meniki. Manaqa to'y bo'ladi. Xohlasanglar mana bo'lmasam katta eshik, devor olmaydi. Desa qarindosh urishlik uzilib qoladi unda deydi. Agar ma'siyat uchun qarindosh urishlik qilishlik kerak bo'lsa, buni uzish kerak. Araq qo'ymasang sen ziyofatingga kelmaymiz degan bo'lsa, yig'ishtirish kerak unga qarindoshni deydi. Erkaklar qo'lidagi rolni olinglar. Men aytgandaqa bo'ladi deylar. Chunki sizlar eshak emassizlar, pulni topib qiynalib, 6 oy, 7 oy, 1 yil Rossiyada ishlab kelib turib, 3 kunda sarflab yana ketyapsizlar. Erkaklar qo'lga olinglar, sovchilikni ham qo'lga olinglar, o'zingizlar hal qilinglar to'yni. Oson to'y qilish, oson. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qizi Fatima Zahroni Ali ibn Abi Talibga berganda nimasi bor edi Alini? Abu Bakr so'rab keldi Fatima onamizni payg'ambarimizdan. Yo'q dedi. Umar ibn Xattob so'rab keldi. Yo'q dedi. Aliga